Hello YouTube ahli do'stlar, sizlar bilan bugun men Shahim MC. Короче do'stlar, bu videoda biz temir odam voy do'stlar yomg'ir yog'ardi do'stlar. Mayli do'stlar, bu do'stlar, obunachilar, bu videoda biz temir odamning villasi va mashinalari va hamma kiyimlarini yana bitta obzor qilib chiqaman do'stlar. Qani bo'lmasam do'stlar, ketdik. Birinchi o'rinda do'stlar biza do'stlar nima ovoz edi hozir? Birinchi o'rinda do'stlar biza hozir bo'tga emas. Birinchi sizlarga uyimni polni ko'rsataman hozir do'stlar. Birinchi o'rinda nanotexnologiyali kiyimini emas, Mark 5 kiyib uchib boramiz do'stlar. Esingizda bo'lsa do'stlar, bu kostyumni temir odam Ferrari haydayotgan paytida, Formula 1da paytida elektronli qanaqadir dushman to'g'rirog'i o'sha hujum qilgan va Pepper Potts va Happy Hoganson degan yordamchilari bu kostyumni olib kelib berishgan. Do'stlar, o'sha kostyum hozir kiyib uchib boramiz. Do'stlar, bunga qo'shadi. Birinchi o'rinda do'stlar biz hozir do'stlar kiyimni yechib turamiz. Do'stlar, birinchi obzorimiz bu Audi. Bu qaysi modelligini yaxshi bilmadim. Do'st, hammasini qaysi modelligini yaxshi bilmayman, lekin temir odam eng yoqtirgan mashinalardan bittasi Audi. Sizlar buni bilardingiz do'stlar. Ko'p rasmlar, ko'p videolarda, ko'p dash kinoni o'zida ham temir odam faqat Audi mashinalarini ko'proq haydashni yoqtirgan do'stlar. Do'stlar, bu mening meniyam. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Temir odamni eng yoqtirgan mashinasi qaysi? Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Bu polni Audi'lar. Bu ham Audi menimcha, Audi ekan bu ham. Saru Audi bor, har xil tusdagi Audi'lar bor. Mana do'stlar, bu yerda da Ferrari ham bor, ikkita Ferrari bor bu yerda. Bu nostalgiya mashinalaridan bittasi. Ferrari'ni to'g'rirog'i nostalgiya modellaridan biri. Mana do'stlar, bu. Do'stlar, motor sal g'alatiroq chiqib qolgan. Zo'r. Menga yoqdi. Do'stlar, katta bolalarni geligi. Temir odamni bilgan bilan do'stlar, juda ham boy odam. O'shaning uchun do'stlar, uni uyda gelik bo'lish kerak deb o'ylayman do'stlar. Men ham o'sha gapimga rioya qilgan holda 3-6 tacha gelik qo'yib qo'ydim do'stlar. Bu hali villaning boshi. Endi do'stlar, pastga tushishimizdan oldin uyni o'zini bitta obzor qilib beraman do'stlar. Uyni obzor qiladigan bo'lsam, bu parkovkadan kiriladigan eshik. Keyin do'stlar, bu yerda temir odam suxonasiga tushadigan yo'l. Hozir buni ko'rsatmayman. Saldan keyin ko'ramiz buni do'stlar. Voy, uzr. Saldan keyin buni ham ko'ramiz do'stlar. Keyin bu yerda nimadir? Xo'sh, tepani ham hozir ko'ramiz. Nima borligini. Do'stlar, to'g'risini aytsam, o'zim ham hali polni ko'rganim yo'q bu temir odam villasini. Do'stlar, juda ham katta villa menimcha do'stlar. Aytgancha do'stlar, bitta fakt. Bu uy Malibuda, Amerikaning qo'shma shtatlarni Malibu shtatidagi Kaliforniya shtatidagi Malibu degan joydagi villa ekan. Bu sohil bo'yida o'zi. Sohil bo'yiga qilaman do'stlar, nimagadir. Mayli do'stlar. Keyin bu yerda qanaqadir kim buni qilib qo'ygan? Tushib ketadi-yu. Do'stlar, buni kim qurgan deb o'ylaysizlar? Buni ham kommentariyaga yozib qoldiring. Sizlarga 3 sekund vaqt beraman do'stlar. Topsanglar, agar topgan bo'lsanglar kommentariyaga yozib qoldiring do'stlar, menga qiziq.
1 2 3. Bu o'yinni do'stlar bizning shaxsiy team gruppamizdagi blogerlarning, Minecrafterlarning hammamiz harakat qilib qurganmiz do'stlar bu anaqani, bu villani. Keyin do'stlar bu villani aynan kimlar qurganini ham yaqinda aytib ketaman do'stlar. Temurodan balki 3-inchisi yetarmi? 3-chi videoyimizda obunachilar. Xo'sh, tepaga to'xtaylik do'stlar, obunachilar. Do'stlar, mana bu chiroyli bo'lib oy turibdi. U ham do'stlar shader, agar kimgadir kerak bo'lsa kommentariyada yozib qoldirsin. Tashlab beraman yoki Telegram kanalimizga tashlab berishimni istasanglar do'stlar, tashlab beraman. Keyin bu template'ni agar xohlasanglar tashlab beraman. Juda ham yaxshi qilingan lekin. Bu yotoq sleeping through the night. Do'stlar, bu quyosh ham chiroyli chiqadi va chiqarmay do'stlar. Keyin do'stlar, bot nima deylardi? Do'stlar, bu joy mana hozir ko'rsataman sizlarga. Bu yerdan pastga tushsa bo'ladi do'stlar, mana bu yerdan pastga sekin tushib ketaveramiz do'stlar. Даже do'stlar, anta basseyn ham bor. Basseynga ham tushib chiqamiz hozir. Do'stlar, qanday? Suvni ham o'zgarganini ko'rdingizmi do'stlar? Va do'stlar, bitta narsa. O'tgan videoda bir 450 taga yaqin prosmotr yig'ilibdi do'stlar. Bu uchun sizlardan juda ham katta rahmat. Va 23 dan 24 ta like ham bor ekan do'stlar. Men sizlarga 30 ta degandim. Bu ham zo'r do'stlar. Rahmat bunisiga ham. Prosmotr ko'proq kutaman sizlardan do'stlar. Bu videoda ham bir 300 ta 400 ta prosmotr yig'ib bersanglar juda ham zo'r bo'lardi do'stlar. Chunki bu videoni ko'rganlar iltimos do'stlar, ular do'stlaringlar bilan aqlinglar. O'shanda meni ham auditoriyam kattalashardi do'stlar, ham videolar ham chiqishi tezlashardi. Va menda ham motivatsiya ko'paygan bo'lar edi. Keyin do'stlar, aytgancha do'stlar, biza 100 ta bo'ldik. Biza hozir auditoriya bo'yicha 100 ta obunachiga ega bo'ldik do'stlar. Bu juda ham zo'r natija. Rahmat sizlarga do'stlar. Qo'llab-quvvatlaganingiz uchun do'stlar. Endi 1000 taga bu safargi maqsadimiz 1000 ta obunachiga yig'ish do'stlar. Men bu maqsadni erishishga juda ham katta harakat qilib qolardim do'stlar o'zim ham. Bu yerda do'stlar boksing zal, to'rog'i sport zal. Rostdan boksing zal ham bo'ladi menimcha do'stlar. Bu yerda boks bo'lgan do'stlar. Qora bevami degan bitta personaj bor-ku, Marveldagi do'stlar. O'sha birinchi bo'lib Temur odam bilan menimcha boks tushmoqchi bo'lgan, lekin u tushmagan Temur odam. Happy tushgan. Happy'ni qo'lini sindirgan. Mana do'stlar, ham bitta fakt do'stlar sizlarga. Keyin do'stlar, bu menimcha tosh bo'lsa kerak, gantel. Keyin botda do'stlar Tony Stark o'tirgan, bu yerda Pepper Potts o'tirgan do'stlar, kino paytida do'stlar. Keyin do'stlar, bu yerda ham basseyn bor, juda ham bu menimcha zimniy basseyn, juda ham menga yoqdi do'stlar. Bu zimniy basseynda ham bitta cho'milib olamiz do'stlar. Do'stlar, zo'r ekan do'stlar zimniy basseyn. Menga to'g'risi vaqt yoqdi, siqqin ekan. Bu ham ikkinchi boksing joyi. Bu esa gantellik ikkinchisi. Bu yerda o'tirib nimadir yeyilsa kerak do'stlar, menimcha. Bu tepada nima bu? Kerak emas, sharbat do'stlar. Bu yerda chiroyli qilib svet qo'yilgan, bu yerga ham
Nu zo'r qilib qurilgan menimcha do'stlar. Sizlar nima deysizlar? Bu qanaqadir bilmam. Buni lekin men qurmagandim do'stlar, buni gruppadagi kimdir qurgan bo'lsa kerak do'stlar. Nu eslayman bu joy haqida. Keyin do'stlar boyagi zimniy basseyn. Keyin do'stlar joy zerikarli bo'lmayaptimi do'stlar yoki qiziqarli bo'lyaptimi? Bu haqida ham do'stlar kommentariyaga yozib qoldiring do'stlar. Menga bu juda ham qiziq do'stlar. Ham do'stlar iltimos sizlardan obuna bo'lib ko'rishingizni juda ham istagan bo'lardim do'stlar. 90% hozir ko'rayotganlar, tomoshabinlar obuna bo'lmasdan ko'ryapti do'stlar. Bu juda ham yomon natija do'stlar. Obuna tugmasini bosing do'stlar, sizlardan hech narsa ketmaydi, 1 soniyalik narsa, lekin menga juda ham katta ahamiyatga ega. Nima bu? Prosta carpet. Bu yerda nimadir? Do'stlar, mana shu chanklam tushmagan, chiqmayapti. Bu yerda oshxona menimcha. Olov. Endi do'stlar, pastga tushib ko'ramizmi? Endi do'stlar, xo'sh. Bu joyni ko'rsatdimmi? Menimcha ko'rsatmadim, do'stlar. Xo'sh, endi do'stlar, ustaxonasiga bitta tushib ko'ramiz temir odamni. To'g'ri, Tony Starkka. Ikkalasi ham bitta odam do'stlar, ikkalasini ham qarorchi. Qisqasi. Xo'sh, endi tushamiz ekan. Mana do'stlar, Tony Starkning ustaxonasi. Bu yerda do'stlar gantel qo'yib qo'yganda esingizda bo'lsa, bu yerda bitta televizor turadi. Bu yerda temir odamning boyliklari, xazinalari, nimadirlar. Bu menimcha boks uradigan, men naql uradigan. Nu do'stlar, modini qaragim kelgan, qaramagandim, bo'ladi do'stlar bu ham. Bu yerda ham chiroyli qilib ancha vaqt ketgan qilishga, lekin bu yerda Jarvis, Tony Starkning sun'iy intellekti. Bu yerda xo'mrayib turibdi negadir, bilmadim, to'g'ri tanimadimmi. Bu yerda kichkinagina oshxonachi. Do'stlar, mana haqiqiy chiroy. Do'stlar, sizlarga bitta savol. Qaysi birini tanlagan bo'lar edingiz? Boshlovchi qo'yib ketdi, nima bo'ldi? Hozir yomg'ir yog'yaptimi? Endi do'stlar, ko'raylik do'stlar. Ko'p yog'arkan. Do'stlar, juda ham o'ta ko'p yomg'ir yog'arkan. Men to'g'risi qilardi do'stlar. Xo'sh, haqiqatni şunu qarayman. Do'stlar, orada ozgina qochishlar bo'lyapti. Aytib yurmaysizlar do'stlar. Chunki bu mod ichida temir odam mashinalari, BMW, har xil mashinalar bor do'stlar. Bion bor, Jarvis bor. Modam, даже Miram qotyapti do'stlar ozgina. Chunki video yozilyapti, video zapis bo'lyapti. Keyin do'stlar, botga 3 ta Galenwagen qo'yib qo'ydim. Bu yerda 3 ta Lamborghini, 3 ta BMW, bitta Audi va 2 ta Porsche qo'yib qo'ydim do'stlar. Endi do'stlar, endi bitta zo'r narsa ko'rsataman do'stlar. Do'stlar, bu narsa nima deb o'ylaysizlar? Buni hozir kommentariyaga yozib qoldiring. Men 3 soniya vaqt beraman. Agar videoni pauzaga qo'yib, kommentariyaga yozib qoldiring. Men hozir o'zim ko'rsataman do'stlar. O'zingizlar ham bitta o'ylab ko'ringlar nima borligi haqida. 1 2 3. Do'stlar, bu yerda temir odamning hamma kiyimlari va ingliz tilida aytganda suitlar bor. Suit. Shunaqa. Turamiz va oxirida 1
2 3. Mana do'stlar. Buni kim taniydi? G'orda yasagan. Keyin do'stlar o'sha paytda aytgandim-ku, Tony Stark was able to build this in a cave deb aytgandi do'stlar. O'sha kiyimi dahshatga qilingan, lekin do'stlar kim gapimga qo'shilsa do'stlar vashshi zo'r deydi do'stlar. Xo'sh kiysam buzilmas lekin nimadirlar. Mana do'stlar bu kiyim o'tgan videoda ham ko'rsatgandim. Bu kiyim ham juda ham zo'r. Men bu kiyimni hozir osib qo'yamiz. Hozir prosta obzor. Botdan tashiymiz. Keyin do'stlar botda doktor Doom kiyimi. Mana bu har xil kiyimlar bor do'stlar. Bu kiyim ham qandaydir menimcha temir odam buni nimaga yasagan tushunmayman do'stlar. Keyin do'stlar mana bu qari Stark kiyim, qari Stark. Bu Mark 2 fazoga chiqqanda, fazoga chiqishidan oldin muzlab qolgan kiyim edi bu do'stlar. Keyin bu kiyimlar va do'stlar mana bu Mark 2 muzlab qolgan payti va nanotexnologiya. Bu do'stlar bularni ko'rsatdim. Endi yana tepaga chiqamiz. Endi do'stlar BMW ni bitta haydab ko'ramizmi do'stlar? Ozgina ovoz sal tushmaganmi? Bu mod shunaqa ekan do'stlar. Otga o'xshab aniq qilarkan. Bu menga yoqdi do'stlar. Zato chiroyli do'stlar, juda ham zo'r model lekin do'stlar. Agar xohlasanglar BMW ni, Mercedes ham bor, Galenwagenni, shu modlarni Lamborghini modini tashab qo'yaman do'stlar Telegram kanalimga. Albatta u uchun do'stlar Telegramga obuna bo'lib qo'ying. Telegram kanalimga ssilkasi videoda bo'ladi do'stlar. Kommentariyada men qayergadir qoldirib qo'yaman do'stlar. Keyin ustaxonasini ko'rsatdim do'stlar. Endi tepadan ko'rinishini ko'ramiz. Vuy do'stlar, oyga qarang. Endi do'stlar tepadan ko'rinishi bunday do'stlar. Dahshat qilingan. To'g'ri biza qilganmiz. Endi do'stlar botdan sekin chiqqanimizda qaraganimizda bu yerda mening xazinalarimdan biri bor do'stlar. Mana do'stlar. Galenwagenlar qatori. Mana bu yer to'liq Galenwagenlar. Do'stlar bu Galenwagenlarni ham yig'ish qiyin bo'ldi ozgina. Juda ham qimmatga sotib oldim. Jitilni. Millioner jitil bor edi do'stlar o'shanda. Botda nimaga hech narsa bilmadim do'stlar. Qo'ygandim, bilmadim to'g'risi. Bu yerda BMWlar qatori. Do'stlar juda ham chiroyli BMW ni ham pulni ichini qizil qilib zo'r qilishgan. Bu qizil Galenwagen, meni ham ichi chiroyli. Qizlarga ko'proq tushadi, jenski. Buni ichi do'stlar vashshi kayf qo'rasizlar do'stlar, buni ichiga o'tirsanglar. BMWlar va do'stlar sarig'ini bitta ko'rsataman. Sarig'i ham o'ziga xos deyolmayman, zo'r. Buni ichi ko'k rang aralash, silver bilan ko'k rang aralash. Bu ham endi do'stlar Lamborghinilar qatori, bu Bugatti Veyron do'stlar. Ovozini ko'rdingizmi do'stlar? Botga bitta Ferrari qo'yib qo'ydim. Do'stlar bular Audi'lar qatori. Yo'q, botgacha Audi, botdan u yog'i Porsche'lar do'stlar. Hammasi Porsche. Do'stlar, men ikkitasi ikki xil bu. Bu boshqa model, bu boshqa model. Bu sal menimcha qimmatrog'i, bu sal arzonrog'i. Keyin do'stlar bu yerda Porsche sal g'alatiroq tushib qolgan. Mana do'stlar bitta Porsche ichiga o'tirib ko'rsatib beraman. Botda yurib ko'rsatib beraman-mi do'stlar? Bo'ladi deb o'ylayman. Ovoz polni chiqolmayapti chunki
yurmayapman do'stlar. Bu yerda Cabriolet Lamborghini juda ham chiroyli qilingan lekin do'stlar. Keyin do'stlar polniy bot Lamborghini qatori. Lamborghinilar qatori bular. Bugatti Veyron boy ko'rsatganim do'stlar. Endi do'stlar botdan chiqib sekin uyga borish kerak. Nano texnologiyali kiyimni kiya qolamiz do'stlar. Bu qanday kiyim edi? Ko'ramiz do'stlar. Bu do'stlar menga ozgina yoqdi, lekin shu make shift degani g'alatiroq ekan do'stlar. Yoqdi-yu, lekin sal beto'g'ri. Nano texnologiya emas, bunisini kiya qolamiz. Aytgancha do'stlar, sizlarga do'stlar qaysi kostyum eng ko'p yoqdi do'stlar? O'shani do'stlar kommentariyada yozib qoldiring do'stlar. Menga bu juda ham qiziq, chunki men o'zimga misol qilib aytadigan bo'lsam, menga ham kostyum yoqdi do'stlar. Hozir sizlarga ko'rsataman. Menga do'stlar bu kostyum yoqdi. Do'stlar, sizlarga qaysi kostyum yoqdi do'stlar? Menga hozir ko'rsatganim yoqdi. Do'stlar, keyingi videoni do'stlar o'zi bu Temur odam videosini do'stlar birinchi qismida aytganimdek do'stlar, bu Temur odam videosining 3-qismi qasoskorlar minorasi va qasoskorlar Amerikada aniq qilaman do'stlar. Amerikalik templateda video olaman do'stlar. Bu juda ham men uchun qiziq do'stlar. Keyin do'stlar, agar sizlar o'rgimchi odamlik modda o'ynashimni va Dubayga mirini Minecraft ichida Burj Xalifalarni anaqasida o'ynashimni istasanglar do'stlar, kommentariyada yozib qoldiringlar do'stlar. Do'stlar, agar Telegram kanalimizda 20 ta obunachi yig'sak, shu Temur odam modini o'sha kunning o'zida tashlayveraman do'stlar, o'sha kanalga do'stlar. Shuning uchun do'stlar obuna bo'lib qo'ying. Yoki do'stlar, agar men topolmagan taqdiringlarda Telegramga yozsanglar, Shaxiy MC deb yozsanglar, MC bor do'stlar, aniq ingliz tilidagi C cat degan. O'sha CMC deb yozsanglar do'stlar, o'sha mening Telegram kanalim chiqib keladi do'stlar. U yerda videoda ishlatgan ko'pgina modlarimni tashlab boraman do'stlar. Va keyin do'stlar, videoga like bosing, kommentariy yozing, obuna bo'lishni unutmang do'stlar. Boya aytganimdek do'stlar, 1000 ta obunachi maqsad hozircha endi bizga. Hammaga do'stlar, xayr do'stlar, sog' salomat bo'ling. Keyingi videolarda uchrashguncha do'stlar, xayr, sog' salomat bo'ling.